suv tekin narxda mashinalar ketma-ketligini ko'rsatamiz. Yana sizlar uchun mana ro'zg'orbob mashina. Xudo xolisa motor hadovoyda kam ko'rsatadilar. Bitta starterini 150 ming 200 ming so'mga to'g'irlatib olsangiz yaxshi holatga keladi. Xo'p, bet-betida kraskasi bor, lekin seryozni udari yo'q. Motor hadovoyda ishi yo'q dedilar. Balonlari o'rta holatda, metan gazi bor. Magical pulti bor, metan gazi bor, shumka bo'lgan ekan. Salonlari mana chexolida turibdi. Xo'p. To'g'ri dehqondan olaman deganlar uchun tayinlanmagan ham yuvib tozalab bet-betiga qarab olsanglar, yana ham zo'r holatga keladi. 1.6 super konditsioner. Suv tekin kanaldan olib genam berar ekanlar. Maza qilib haydayman deganlarga 2009-yil $2490 ga berib yuboramiz. Qoyilmisizlar? Bunaqa narxlar suv tekinda bo'ladi. Yurib turgan tayyor mashina. Bosinglar.